Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar uchun yakshanba kunim qanaqa o'tishini ulashmoqchiman. Qani bo'lmasam hozir soat 8:56 minut o'tdi. 8:30larda turdimda. Endi hozir choy ichib olishim kerak. Mana shunaqa qilib do'stlar, oshxonaga kirsam, choy ichgan, o'zi hamma choy ichib bo'lgan, faqat men qolganman. Endi yakshanba kuni maza qilib uxlab olaman-da. Shunga endi hozir ayam non yopyapti. Non nima qilyapti? Xamir tayyorlayapti. Non yapamiz ekan bugun. Biram adashib ketdim gapimda. Shu nonga tayyorgarlik, tandada non yapamiz bugun. Mana do'stlar, choy ichib bo'ldim, endi yig'ishtiryapman. Non pishiryapmiz tandirda. Non yapamiz ya'ni. Anchadan beri non yapmay qo'ydik, endi yapamiz yana. Ayam xamirini tayyorlab qo'ydi. Endi birpas turib non yasamizda. Короче, nima idishlarni yuvib olmanda. Endi tishimni yuvib olishim kerak. Shunaqa. Voy asalchalar. Maza qilib uxlashyapti bular. Tishimni yuvib bo'ldim men. Suv ichib olaman, chanqab ketdim. Mana men qisqonda podvalga olib tushib qo'yishim kerak ekan, shunga tushib ketdim. Qo'shnimiznikiga chiqib ketyapman. Meni kerak edi ekan. Qo'shnimizga. Короче, tashqarida erkaklar ko'p. Nima? Qo'shnimizda qirqi bo'layotdi, shunga hozir videoda o'chiraman-da. Qanik. O'chiraman nina bilan. Mana men endi orqa tarafga ketyapman. Tomga chiqib g'o'zapoya olib tushaman ekan. Tandirga non yapamiz ekan shunga. Endi hozir tomga chiqaman. Tomga chiqishimdan oldin sizlarga tovuq katagimizni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim. Mana tovuq katagimiz. Tandirimiz ham shuning ichida. Shu tovuq katagida tandirimiz. Tovuq katagida bitta tovuqimiz bor, bitta xo'rozimiz bor, 3 ta g'ozimiz bor. Gusa. Короче, hozir endi men perchatka taqib olishim kerak, lekin esimdan chiqib qopti perchatka taqish. Shunga endi hozir shu xonamga kirib perchatkani olib chiqishim kerak. Shunaqa qilib yugurdim. Old tarafga, orqa tarafdan old tarafga mana xonamga kirdim, perchatkamni oldim. Mana bu yerda ukam o'ynayotgan ekan. Yangi olib bergan mashinasini o'ynamay eskisini o'ynayotdi ekan. Bu eskisi buzilib qoldi, lekin yangi olgan
mashinasini pulti bor edi. Shu pultidan bu ham ishlab ketib qoldi. Buni o'zini pultini nima buzib qo'yibdi. Shunga eskisi ham ishladi, yangisi ham ishladi. Zo'r bo'ldi. Bittada ikkita mashina. Keyin mana chiqdim, qarasam televizor yoniq ekan. Lekin o'zi ko'rmaydi ekan. Keyin shat o'chirib qo'ydim. O'zi ko'rsa yo'q qolaveradi, lekin ko'rmaydi ekan, o'ynaydi ekanda. Keyin ayam xonasiga kirsam, Muhammad Ali xonasidan shu yangi mashinasi yonib bekar turgan ekan. Keyin men necha o'ynadimda o'ynab ko'rdim qanaqa ekan o'zi deb turib, keyin o'chirib qo'ydim. Chunki o'ynamaydi ekan buni. Bekardan zaryad ketadi ekan. U zaryad olar ekanda mashinasi. Shunaqa. Keyin perchatkamni oldimda tashqariga chiqyapman yana. O'zim ham gapirgandim, lekin o'zim ovozim yaxshi chiqmagan ekan, bo'linib chiqqan ekan, bilmadim. Shunga endi men azvuchka beryapman. Bu yerda men nima qildim? Oshxonaga qaradim. Ayam oshxonada non yasayapti dedim. Nima dedim-da, ayam oshxona dedim-da. Ayam nonga harakat, ovqatga harakat dedim. Gapim esimdan chiqib qopti, tavba. Endi hozir tomga chiqamiz sizlar bilan. Anchadan beri tomga chiqmagandim, bugun chiqaman endi. Endi hozir perchatkamni taqib olishim kerak. Telefonimni qo'ygan joy topolmadim, chunki podstavkamni olib kelolmapman birato'la. Mana qo'ydim perchatkamni kiyib olaman endi. Taqib olaman. Mana endi hozir perchatkalarimni taqib olib, endi tomga chiqamiz. Bismillah deb sekin chiqishni boshladim tomga ham. Oldinlari ham ko'p chiqasidim yoz paytlarida. Kichkinaligimdan menga tomga chiqishga o'rgatgan opatam, akam. Keyin meni chiqarib olib yig'latib, bo'lsa ham o'rgatishgan. Shundan beri keyin vobshe qo'rqmayman, tomga chiqaveraman, bemalol o'ynab yuraman. Xohlasam shunaqada. Keyin mana shu haqida gapirdim. O'zim ovozim nimagadir bo'linib chiqib qopti-da. Keyin azvuchka beryapman shunga. Tomdaman mana hozir g'o'zapoyalarda ko'ryapman. Mana sizlarga ham ko'rsatdim. Bitta g'o'zapoyalar sal oz ekan, ko'proq shoxchalar ekan. G'o'zapoya qaysi endi hozir? Qaysi? Menimcha mashida. Yo'qida. Mana emas, to'g'rimi? Nima emas? Yoki bular emas. Конечно, mana bo'lsa kerak. Qani paxtami nimadir bor ekan. Mashina g'o'zapoya. Ay, ildiz bilan otamiz endi. Pastga tushib o'zimni taxlab olaman, endi nima qilib bo'lsa ham. Voy, bugungi kunim qanaqa o'tar ekan, o'zim ham bilmayman. Lekin non yopish men uchun bir qiziqarli, chunki non yopmaganmiz anchadan beri. 2-3 yildan, yo'q, undan ham oshiq yildan beri non yopmaganmiz. Qo'ydi, dey. Qarash, telefonni o'chiraman-da. Men hozirgunda ham mana dedim. Hozirgunda ham mana kichkina mayatdan chiqdim-da. Mana ashitni ichi dedim, oyoqqa chiqdim tepaga. Mana men tomdan hozir ko'rib turganinglardek. Tom. Mana bizi uy. Fantastik. Hey. Aylan bacasiga. Tomdaman. Hammani uyini ko'rib olayman. Maytdan qaradim. Maytdan o'taman lekin. Voy. Burası tak aylanib yuribman xolos men. Bu oshxonamizni tomi, hozir oshxonamiz tomidaman. Mana. Oshxonamiz. Orqaga qaytyapman. Odamlar ham bezovta qilib qo'yayotgandirman. Uylari ko'rinyapti, ular ham meni ko'ryapti. Qanachi.
Oy nima? Yapasayam hazır. Mana kayla Maşitdan çıktım. Ben aytdim hazır günde. Oyoqqa chiqib ko'ramiz, ketdik. Hoppa! Chiqadim. Ay estağfurullah. Ay çıktım. Mana bizi tavuk ketagimizda mı? Oy aytırma bor. Bir tomga chiqqanini taqalib o'ynab bu taraflarga tepindi. Mana biz uy. Parnik mana. Voy, ana tavuk xo'razimiz. Xo'razbachcha. Voy, xo'razbachcha. Bitta kukuruku de ber. Bize gelyapman. Hey, tavuk qo'shib qaqillamay. Xo'roz bo'lib turibdi. Tuzlar. Qaq. Cho'ta kirgim kelmayapti bekki. Kirgim kelmadi. To'g'risini aytsam, mardlik qilib aytaman, qo'rqdim. Yo'qqa kirgim kelmadi. Haligin ashitdan qanaqadir darag'langan ovoz eshitildi-da, qo'rqib qoldim. Короче, tushyapman. Hadi. Qo'shnilar. Hammaning uyini ko'raman. Qani tanaymiz, ishlatmayni ko'raman. Bitta uy, o'nariga ikkita uy, uchta uy, 4ta uy, 5ta uy, 6ta uy. 6tasini uyini ko'ra oldim. Короче, videoga ko'rsatamadim shekilli, yana bilmadim. Shunaqa-da. Pastga tushaman endi. Va mashitdan ko'ryapsizlarmi? Tush kerak endi. Hoppa. Voy, ko'kyapman. Qana tushib chiqdim. Bo'ldim, bamdan mashincham bo'ldi. Endi bilan saatlar tartib keltirib qo'y. Unaqa joyli yotmaydi-yu. Mana taxlab qo'ydim. Bu taxlab yana o'z ekanmish. Yana olib tushaman. Shirogiylarmi? Ha, yana olib tushaman ekan. Ha, olib tushaveramiz. Mana o'z ekan. Yana chiqdim. Yana olib tushaman ekan. Ayam. Короче, telefonni. Mana men endi oshxonaga kirdim, qo'llarimni yuvib, endi ayamga qarashim kerak. Ayam endi non yasaydi, men ham qarashaman. Mana non yasayapti. Men chekichda haligi chek beraman men ham. Chekishda rosa yaxshi ko'raman, haligi nonni ustiga deb bosadi-yu, chekish bo'ladi-da. Keyin endi ayam hozir bu yerda kichkina savat olib chiqib ber dedi. Non solib haligi tandirga olib borgan. Shuningdek hozir men podvalga tushib ketyapman. Shapkamni kiyib olmayapman, hammani tushib ketdim keyin. Mana podvalga tushdim. Endi kichkinaroq sevatcha topish kerak. Ashi 8-9 ta nonga loyiq. 8 ta non, bittasi kulcha. U kulchani ham ataylardan kulcha deb pishirib tayyorlamabdi. Ashi kichkina bo'lib oshib qopti. Ashi kulcha bo'lib qopti. Shunaqa endi men hozir savat olishim kerak mana. O'zim gapirgandim, lekin shu bo'linib qopti ovozim. Shunga endi oзвучка beryapman. Shunaqa. Men ham cheki. Qanday aylanib kerak? Bos o'rtasiga. O'rtasiga. Qattiq.
buni. Atrofiga. O'sha bor maytini ko'ring buni. Mana qo'lim ustiga chekib qo'yay. Siznikilar yaxshi chiqmabdimi? Yoshlar qilib ko'radi. Tagida u. Jo'ntab qo'ysin. Hoy. Asal ko'tarib qo'yay. Men sizniki yaxshi chiqmabdi debman. Ipga ko'rlar. Mana Sevat. Kiynagina solib chiqaman. Rahmat deyapti. Mana, ovqatni yeyishyapti. Ovqatni yeyishyapti. Yatmaktadı işte doğru. Ne yatmaktadı işte? Baba. Ben otamam. Hayır ben otamam. Bu tomon Otamam. Alisher tog'alarim tomon. Haligi qarindoshimiz bor-ku. Ash. Aşırı podayla. Hali Imron Beylar, Davron Beylar bor-ku, ash. İmron Beylerdi. Uylar. Qalaysan? Peşinden qarasang ko'rinadi. Oqarmadi. Boqyapti qora. Ha, men yana tomga chiqib ketyapman, ko'rib turganlaridek. Chunki tandir oqarmadi. Shunga yana g'o'zapaya, unaqa g'o'zapaya qolmadi. Oddiy shoxcha olaman. O'zimning shoxchasi. Shunaqa videoda ham qimillatib chiqibman. Mana tomga chiqdim, mana endi hozir. Mana shu tandirga yoqish uchun mana o'zimning shoxchasi. Shunaqa mana ayam. Shunaqa. Men bilan turib turaversin. To'xta. Ne yapıyorum? Bor, olib kel. Kish. Yo'qolish. Qo'qaman men seni. Ha! Ayam ketib bo'lganiga Muhammadali o'qiyapti. Tamirani ketib qolaman. Ayam bo'lmasa o'zim qo'qaman men yerda. Yo, turib-turishim kerak shu yerda. Sal g'alati, tovuqxonamiz ichida bo'lganligi kandir. Nimaga o'zbek qo'yganmiz? Bacını hatırladı. A? Bacını hatırladı. Nima deganim? Ben oturup bacıda. Katta nimani aytyapsan? Katakta. Katta jo'jalarimiz bo'lganda oldin shunda ishlatganmiz. Hozir jo'jalarimiz yo'q, oldin ishlatgan. Hatırladı mı? Ashlardi uyi. Hatırladı mı? Ashi gagalarimiz kichkinaligida jo'ja. Shuni qani? Chini olib kelmaymiz. Olib keldim, men shu yerga qo'ydim. Chiniga.
Qo'limni ham yuvib olaman birato'la. Ishqilib kichkina chinab qo'ymagan bo'lsam. O'zi nimaga kerak ekanini bilmadim. Qatodi nima qiladi? Betiga surkaydi. Tuxum deb o'ylasdim men. Qani? Tappa deb yopishadi videolarda unaqa emas ekan hayotda. Uy, ko'cha. Nima qilyapsan? O'ynayapsanmi? Toqqa chiqib ketayotgan yumshoq. Metin chiqamayapman toqda. Bo'ladi. Oshxonaga kirdim do'stlar. Ayam borishsanglar dasturxon solib turishim dedi. Endi ukam bilan men chiqdik. Ukam uyga kirib ketdi, men mashinaman. Dasturxon soldim hozir videoga olibman. Dasturxonni o'zim soldim. Endi narsalarni qo'yib turish kerak. Mana kichkina pichoqcha bilan mana qaranglar. Sal unib ketgan o'xshabdi. Unib ketdi. Nonushtalardan biroz qilib shunaqa. Katta pilsosta qilmaganimga yarasha kichkina pilsosta qilib yuborsammikan debman. Shunaqa endi qilib yuboraman. Bu ham kiryapti, videoga olaman. Abid. Benim çatım uçup gitti. Nonimiz pishdi. Çatımı. Vau, bu kuchamiz. Kuchasi shuncha katta bo'lib ketdi. Vau, zo'r. Metin oturmadan tokamı. Çiller, tal. Nima deyapsan? Mana ovqatlanib bo'ldik. Maza qilib yangi pishgan nonlar bilan, yopgan nonlarimiz bilan endi hozir idishlarni yuvaman. Dasturxonni yig'ishtirganimni videoga olmadim, bilaman, to'g'ri. Chunki o'sha nima bo'ladi? Hamma o'tirganida yig'ishtirdim-da, hamma chiqib ketib o'zimga desat bo'lmadi-da, yig'ishtirishib, keyin chiqib ketishdi. Shunga endi idishni o'zim yuvaman. Lekin dasturxonni buvam yig'ishtirishdi, ayam. Idish yuvish menga. Mana idishlarimni yuvib bo'ldim. Soat уже 2 dan o'tdi. Endi men hozir nima bo'ladi? Уборка qilaman. Tapichka, bunaqada mashina tapichka bo'ladi. Shuni endi уборка time bo'ladi hozir. Hozir men уборка qilaman. Mana uyda emas, mana uyda emas. Bu uyda ham emas. Mana uyda. Mo'sha qaydan kelyapsan? Yo'q deylar. Intervyu berib boring bizga. Intervyu. Qanday qilib bu burnlaringiz qorayib ketgan? Iltimos, intervyu berib boring. Bitta miyo deb qo'ying. Miyo. Qanday burnlaringiz qorayib ketdi, a? Chichqon yedingizmi? Qaydan chichqon yedingiz? Qor bor ekanmi? Boring, o'yning. Men maza qo'ramanda shularni o'ynab. Shu endi mana shu uyda уборка qilaman. Уборка deganda nimani tushunasizlar? Hozir tushuntirib o'tib ketaman. Mana shu bir gap kirib qo'ydim. Menga irim-sirimlar aytmaylar, tikka qo'yib bo'lmaydi demanglar. Irim-sirim bu. Mana lopatkani olib kelib oldim. Nima olov kerak? Sovuq. Shunaqa. Endi mana shu xonani, mehmonxonani tozalaymiz.
Tozalash deganda nima uchun deylar? Pilisos yoki shpirish, pol artish. Mana pollar ko'ryapsizlarmi? Mana chang ketgan. Mana ko'rinib turibdi. Tozalaman va chaynaman. Chiqqan bor shekilli. Ketishdi. Keyin podakolniklar chaynalni. Changlar juda ham oz. Mana shu podakolnik, mana podakolnik, changlar shularning ichida. Bo'ldi. Pollar ham ozgina. Buvam aytdi endi tozalab qo'y. Yaqinda sumalak qilsak dedi-da. Voy. Chiqqan kuylayaptimi senlarni? Chiqqan kuylayaptimi? Nima kuylayapti? Voy, isbop chiqibdi. To'xta, tozalab qo'yay. To'xta. Isbop ketibsan. Ay, qo'lim yopishib qoldi. Ko'kaman o'zimizda. Ay, yo'qalis. Shunaqa endi sizlardan tozalayman-da endi. Короче, ko'rib ketaveringlar. Aytdim sizlarga, gapim bo'linib qoldi. Yaqinda sumalak qilamiz, shunga sumalakni endi mana shu orqa tomonlarda qilamiz. Endi mana shu old tomonda mana shu qozon qo'yamiz. Endi orqa taraflarda, shu atroflarda, orqa tarafda sumalak qozon qo'yilsa kerak, yana bilmadim. Shunaqa, shuning uchun endi maytlarga kimdir kirib qolishi mumkin. Tozalab qo'yaver dedi. Keyin hop dedim. O'zi bilan birga tozalaymiz. Sen menga qarashasan, men tozalayman deyatdi. Lekin buvamga aytmasdan burkani boshladim. Endi boshlayman. Qani keting bo'lmasam. Aytsa. Hozir kolonkam qani? Kolonkaga ulashim kerak edi. Men turgan narsalarga e'tibor bermaysizlar. Bular opadanki, bu ham opadan ish qiladigan ishmi? Mana uni olib chiqib turish kerak, paske bu sharlar, bular hojidan kelganlar sharlar turibdi hali. Mayta ro'molim bor ekan, uni olib qo'yish kerak. Mana. Maza qilib qo'shiq eshitib, bu time bo'ladi. Ko'p gapirvordim endi. Ko'p gapiraman endi. Ulaymiz endi sizlar bilan birga. Ulaymiz. Nima yonmayapti? Nima yonmayapti? Zarat yo'qmi? Zarat o'chib bo'lgan ekanmikin-a? Shikilib zaratli bo'lsin-da. Nimani eshitdimmi? Boshqa telefondan ulaymikin? Zaratkasini olib kelsammikin? Hozir yonsinchi ko'raman-da. Bu meni eski telefonim. Hozir Muhammad Ali ukamning telefoni bu. Ay. Asap. Hey, intervyu berib boring. Nega bunaqa sho'xsiz? Nega buncha sho'xsiz? O'zingiz erkalatgansiz-da dema endi faqat menga. Iltimos, nega sho'xsan? Javob ber. Tulki bo'lganing uchunmi? Yo shunchalik chiroyli, parodali bo'lganing uchunmi? Nimaga, a? Va mana Grey. Sen namuncha menga erkalanyapsan? Grey pushka. Grey vachcha grechka yeydi. Lucy vachcha go'sht yeydi. Yondamikin? Yani. Uçup battı. Endi nima qilaman? Короче, hozir videoda o'shib turaverib, hal qilib olarman nima qilib. So'qib kirib oldim. Chang artgani, pol artgani. Mana chorasini topdim telefonni ham. Ko'rib turganinglardek zaryadkada turibdi telefon. Hozir muzika qo'yaman. Sal pastroqqa tushiraylik ko'rmang. Mana. Ulay birinchi bo'lib Bluetoothga. Kolonkaga dey. Zaryad 11%. Hozirgina so'qib kirib olishimdan oldin boshqa yo'lab qo'ydim. 4% edi. Men kirgunimcha 20 bo'lgan dedim, kirgunimcha 11 bo'libdi. 10 bo'libdi, endi hozir 11 bo'ldi.
suv qo'yib, paqirga latalar solib chirigunimcha 11%, 10% bo'libdi-da. Endi hozir ulayman kolonkaga. The Bluetooth device is connected successfully. Ulandi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Sizlarni ham qo'rqitib yuborgandirman. Birdaniga bo'lib ketdi. Ovozim, nima bo'ladi? Gapirishim mana og'zimga bir xil kelmasa, nima bo'ladi? Mos tushmasa, kechirasizlar endi. Shunaqa bo'lib turadi telefonda. Masalan, ha desam, bir bas turib ovozim qilmaydi, lekin nima bo'ladi? Gapirishim keyinroq bo'ladi. Qanaqa qo'shiq qo'ysam ekan? Hozir o'ylayman. Topdim, trendiga qo'yaman. Tanto, если знаешь тренд. Если знаешь этот тренд 2026 года. Trendga qo'yim kelmayapti. Hammasi har xil bo'lib chiqadi. Hozir boshqa qo'shiq topaman. Bailalo, gózalo, cómolo. Короче. Матушка земля. Матушка земля. Матушка земля deb qo'ysam bo'laverasizda. Матушка deshim shart. Action, we are turning it up. Shana Renee, and guess who are bringing it up? Pull up, hot, yeah, we hot, vibe, yeah, there, and now I pull up. Shana Renee, and guess who are bringing it up? Special edition in your AM couldn't copy. I'm leaving clues in the fitting room and it's hot tea. Got the whole room spinning like it's tipsy. No bars, stick to the course. What about the G? Yeah. Spend this check, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check. Anqar bo'lyapti. Qanaqa qo'shiq qo'yib qo'yapti o'zidan o'zi. Ana tungi mayani ham o'zi qo'yib, men to'qiyman.
тихо ты. Здорово. Сейчас едешь? Не знаю, ща. Подожди. Это юность моя. Знаю, сегодня точно не уснем. Больше никогда. А тут явилась ты, мой котик, 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 котик. Süpürüp buldum. Endi bo'lsa çaylarni artamiz. Bunday qilib o'tamiz. Voy, nima deyapti? Короче, çaylarni artamiz. Boshladim. Muzikani boshqatdan qo'yib olay. Juda zo'r qo'shiq ekan. Faqat shu o'zi qo'yilyapti muzikalar. O'zim bunday istamayapman. Bitta qo'shiq qo'yib qo'ydim. Matushkaga undan keyin o'zlari aylanib o'zi qo'yilib ketyapti. Не подари свою любовь. Özbekçe qo'shiq bor ekan ha.
Mana uje bu yog'ini tezlashtirib yubordim. Uy ovozi qo'shiq borligi uchun bidi juda ham g'alati bo'lib qolganligi uchun bu yog'ini zvuk qildim tezlashtirib qo'ydim, chunki bu video o'ta ham katta bo'lib ketyapti. Endi nima bo'lsa ham menga ham qiyin bo'lib ketyapti вообще. Nima qilish, montaj qilish, soat 6:30 da montaj qilishni boshladim, 7larda почти. Hozir уже 9dan 2 minut o'tdi. Azvuchka beryapman-mi? Shunga hozir soat 9dan 2 minut o'tdi, hali ham montaj bo'lgani yo'q bu videom. Yana ham bu hozir videomi o'rtarog'i, hali beri ancha bor. Shunaqa o'ynab tez shu changlar, trimoni changlarni ham artib oldim. Rosa chang bo'lib ketganda bu trimo bu mehmonxona oxirgi marta avgust sentyabrlarda buka qilingan. Archang pol, bilsa shunaqa. Oldinlar endi yana hozir Короче-da shundan changlarni artib olaman. Mana уже suvimni almashtirib kelib, keyin mana уже pol artishni boshladim. Mana endi уже pol artyapman. Shunaqa tezda unchalik chang ham bo'lmagan desam ishonmanglar, вообще chang bo'lib ketgan. Shunaqa qiynalib bo'lsa ham, charchab ketib bo'lsa ham artdim pollarni. Shunaqa bu videoni montaj qilishsa ham qiyin bo'lib ketdi. Katta video bo'lib ketdi. Telefonim qizib ketdi. Zaratim 23% qoldi. Tezroq shu videoni montaj qilsam, uxlayman yotib deyapman. Bu video menimcha ertaga chiqsa kerak. Chunki opadam hozirlar уже Wi-Fi da o'chirib qo'yadi. Shunaqa oldimda ukam o'tiribdi, telefon ko'rib, shunga nimada telefonning ovozi eshitilyapti. Shunaqa tez pollarni ham artib oldim. Shunaqa endi narigi xonasiga chiqish uchun bu xonani pardalarini tushirib qo'yib, salpal yig'ishtirib chiqib ketyapman. Telefonni oldim, kolonkani ham o'chirdim уже bu yerda. Shunaqa endi sal yig'ishtiryapman bu yerda. Shunaqa yig'ishtiryapman. Changini artish kerak. Buni ustini ham. Shuning uchun men azvuchka beryapman, shunga e'tibor bermaslar, oldimda odamlar bo'lishi mumkindir. Shunaqada hozir shunaqa qilib trimoni mana aynida artyapman. Changini ichidan ashincha nima ochkilar topib oldim. Endi topolmadim, ko'rib oldim. Opadan ochkilar hammasini taqib ko'rdim. Haligi nima desa bo'ladi, usta ochkilari shekilli dedim. Hammasi halinaqa qop-qora nimadan svarkadan asiradigan ochkilar ekan. Shunaqa videomni tezlashtirib olmasam bo'lmasdi-da, chunki уже nima desa bo'ladi, juda ham uzun bo'lib ketdi video. Keyin sizlarga zerikarli bo'lmasligi uchun azvuchka beryapman. Shunaqa keyin podokonilarni ham artib oldim, bu xonasini ham. Keyin mana avgustda burka qiyamiz diyordum-u. Adashib buvalarim hojidan kelishdan 2-3 kun oldin burka qiyamiz. Kim bilan? Gaplashsan. O'zing bilan o'zing gaplash. Oh my god. Ayam chiqib qoldi. Uncha qolib ketdi. Endi короче hozir do'stlar bitcoinlarimni yuvib chiqdim. Burka tugadi. Endi hozir kiyimlarni almashtiraman. Bitta joyga chiqib kelishim kerak.
kiyim bo'ldim. Endi hozir bitta joyga borish kerak. Pul ichgani. Hoppa. Tushdimi? Tushdi. Ketdik. Plastik doktor. Plastik. Ash pul yetish kerak. Hozirlar aytib o'tdim. Qaytgan pul yetish kerak. Keyin qaytishda buni men olib kelish kerak. Shu nimaga? Magazinga. U qaytishda hozirlikka ketyapti. Biramizga qilyapman ko'chaga. Hozir rosa qiynalib ish qilayotgan odam o'sha hozir ko'chaga ketasiz. O'zim nima ekanimni ham bilmayman. Shuna qilib endi ketyapman. Biram kichkina mana. Voy, piyada ketyapman ekanmi? O'zimcha velosipedda chiqaman dedim. Hozir mahalladan o'rtog'imni chaqirib ko'raman, agar qo'pisa bilan chiqib kelamiz. O'rtog'im uyda yo'q ekan. Shuning uchun endi o'zim ketyapman. Na iloj. Boshqa yo'l yo'q. Kamerani o'chiraman, endi hammani oldi g'alati bo'laman ekan. Bo'pti. Endi stadionda oldan o'tdim. O'sha hozir mana maktabim oldiga keldim. Archalarda qirqishib shekilli bunqarli yerlarda archalar bor. Shunaqa. Endi maktabim oldiga keldim. Endi yetib qolay dedim. Pul o'tishgani ham. Shunaqa. Biramiz erikyapman. O'zimmanda kimdir bo'lsa edi. Haligi. O'rtog'im ham yo'q. Farzana bo'lgani juda ham zo'r bo'lmasdi. Farzana endi o'zini uyida qachon kelarkin biz uyga? Men ularnikiga qachon boraman ekan? Shunaqa. Bu mening maktabim. Mana 5-maktab. Shunaqa. Kelib qolay dedim. Yetib keldim. Hozir endi pul yechib olaman. Mana. Bankomatda pul yo'q ekan, shuning uchun hozir endi uyga ketyapman yana. Mana shunaqa. Hech qaysi birida yo'q ekan pul. Endi hozir magazinga chiqib kiraman. Magazindan narsa olib, keyin uyga kiraman. Shunaqa. Shunaqa. Mana magazinga kirib chiqdim. Mana narsalar. Voydot. Karam, pichini, degan o'zi bo'lgan emasmizda. Smetana, sut. Sutga pul to'latib qo'ydim. To'lab qo'ydim deganim. Idish olib chiqsam qo'yib beradi. Shunaqa. Hozir ko'chada ketyapti. Bitta obunachim yozibdi. Ko'rib qoldim-da. Endi udavlenyalar kelgan xabarlarni endi tushirdim tepadan. Blackpink'dan BIS kim degan debdi bittasi. Lekin men hali bir javob berganim yo'q. Lekin ashu javobni shu videoda aytib qo'ymoqchiman. Nimasi bo'ladi? Oldinlari Roze bo'lgan, Rozeni shu bo'lgan, keyin Lisa bo'lgan. Lisamidi? Ismlari esimdan chiqib ketdi. Keyin Lisa bo'ldi, keyin Jenny bo'ldi. Lekin Jisoo bo'lmadi. Shu aytganimdek Jisoo bo'lmagan, lekin hozirda Lisa hali ham. Lekin hammasi yo'qadi. Talamayman.
Qo'shiqlar hammasiniki zo'r. Uyga kirib chiqdim. O'zi chiqyapman. Mana qo'limda baklashkalar bitta idish menga sut qo'ygani mana qo'limdagi o'zimniki. Ana sut qo'yib beradi. Magazinda o'zining idishlari bor ekan, baklashkalar. U tugab qopti. Shuning uchun endi menga idish olib chiqsangiz qo'yib beraman dedi. Pulini to'lab qo'ydim. Idish olib chiqdim. Endi mana uyda mana soxandagi baklashkalar, toza baklashkalar. Uyimizdagi shu nima desa bo'lar, magazinchilarga beryapmiz. Ash magazinchilar aytdi. Agarda bekor yotgan bo'lsa, bosh baklashkalar bo'lsa, olib chiqib beravering dedi. Keyin men ham chayqab olib chiqyapman. Baklashkalarda. Toza baklashkalar. Shunaqa. Uyga keldim. Sut. Uyga kiyimlarni kiyib olamiz. Bo'ldi. Домашний образ. Kiyim. Olmayib. O'tiribman nima. Bu bilan buni aralashtirsa zo'r ketar ekan. Bak bu da olma qanday ekan bu. Olma? Qand. Tashqarida mazza qilib o'tiribman. Unchalik sovuq yo'q. Soqotganimda kirib ketardim. Shunaqa gaplar. Ayam oshxonada ovqat pishiryapti. Ukam opadan oldida. Kirib ko'ramiz hozir. Juda opadan boshqacha qaradi. Telefonimga mana qilib kirganimga. Shunga hozir telefonni o'chiraman. Shekillik. Shunaqa. Просто o'tiraman yeb. Dam olish. Lish. Sen menam. Короче, vaka. Uzun. Mana do'stlar, ko'rib turganlaridek hozir medi shu yapman, uzun qilib bo'ldik. Aytganimdek, dasturxonni yig'ishtirganim videoga olmadim. Chunki yana bu safar ham uydagilar bilan birga yig'ishtirdik. Menga o'zimga shapchi ketishmadi-da, o'zlari turayotdi. Yig'ishtirishib chiqib ketishdi. Shunaqa. Shunaqa qilib endi tez-tezda ishlarimni yuvib olaman. Videoga olishim shart emas, o'zidan bugungi mana videoyim вообще uzun bo'lib ketdi. Shunaqa qilib yuvib olaman. Yuvib oldim. Tomog'imga e'tibor bermaslar deb ko'p aytayotgan bo'lsam, chunki sal tomog'im bo'g'ilib qolyapti, shunaqa ko'p gapiraversam. Shunga. Shunaqa bo'ldi. Endi hozir tishimni yuvib olaman. Shunaqa. Qaranglar, hammaning tish cho'tkasi shunaqa tursa, meniki mana bunaqa. Chunki shunga menga sovg'a berganda, sovg'a nima edi? Bir-birimizga sovg'a qilish o'yinimizdagi chiqqan shu.
Organizer. Mana oshxonadan chiqdim. Hozir sizlarga bitta gap aytmoqchi edim. Men ko'pincha shunaqa holat bo'ladi menda. Men hozir Wi-Fi ni ko'rsatyapman. Mana shu tochkasi o'chib yonayotgan bo'lsa, kimdir ishlatayotgan bo'ladi Wi-Fi ni. Voy. Shu Wi-Fi kimdir yoqqan, yo ishlatayotgan bo'ladi-da. Ashini opadan o'chirib qo'yadi kechqurun. Bunday tashqariga chiqqanda qaraydi, o'chib yonayotgan bo'lsa, o'chirib qo'yadi Wi-Fi ni. Keyin men qaytib chiqib yoqaman desam, baribir yoqasan, keyin baribir yana chiqib o'chirib qo'yadi. Shuning uchun endi videoni montaj qilolmay qolaman, Wi-Fi ni o'chirib qo'ysa. Hozir endi mana shu videoni sizlar bilan ertaroq xayrlashmoqchiman. Короче, do'stlar, kun mana shunday o'tdi. Ko'rib turganlardek. Endi sizlar bilan xayrlashishim kerak, chunki bu videoyim hali montaj qilish bor. Montaj qilishimga 1,5-2 soatcha ketadi, chunki bu videoyim shunaqa deyapman. Qolganlarini bilmadim. Shunisi 1,5-2 soatcha ketishi mumkin. Uni montajda eksport qilishga ham ancha vaqt ketadi. Uni YouTube ga joylashga ham ancha vaqt ketadi. Shuning uchun tezroq xayrlashim kerak. Baribir hozir nima qilardim? Baribir hozir uyga kirib olayotaman, televizor ko'raman. Resepsiya qilaman ertagalikka. Shunaqa. Mana qarashim geçtim. Chiyaqni yaqin jijilat. Keyin like bosib ketinglar. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, shu smayilni qoldirib ketinglar iltimos. Kommentariyaga. Hammaga xayr.